Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Hurmatli Nolon kanalining kuzatuvchilari, aziz domlashlar. Bugun biz Xudo xohlasa Surxondaryo Sheroboddagi eng katta teplisalardan biridamiz. Ko'rishlar mumkin. Bu tomoni ham teplisa, bu tarafi ham teplisa ko'rishlar mumkin. Xo'p, Nodirjon akamning ish bo'yicha bu joyda 200 taga yaqin odam ishlar ekan. Har xil joylardan kelib ishlashar ekan. Akamiz so'rashganda, mana eng trenddagi yangilik aravamizdan 12 taqib berdik, bitta emas, 12 taqib berdik. Agar ma'qul bo'lsa yana olaman deyishdi. Hop, aravamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Aravamiz 1.80 ga 1 metr bo'ladi. Hamma joy yangilikdan bo'ladi. To'rtta skuter yaxshi bilandan qo'yilgan mana. To'rtta mana. Oldida ikkitasi. Bu odam bu yoqqa burilib yuradi mana. Hop, aravamizni ikkala tomoni ochiladi, orqasi ochiladi. Bemalol bortini olib qo'yib ham ishlatsa bo'ladi. Masalan, boshqa maqsadda ham ishlatsa bo'ladi. Mana hozir bunga hop 8 karabga, 8 ham deyali, 9 karabga bodring qilib qo'yganmiz mana. Ko'rishlar mumkin. Bodring. Xo'lsa, aka keling bir. O'zingiz bir yetalab aka. Ko'rsatib bering obunachilarimizga. Hali gap sifatli bilan bo'lsin aka. Mana. Hurmatli obunachilar mana. Biz mana arava zakaz qilgan edik. Xohlasa bugun keldi, biz Surxondaryodamiz. Mana xonamizga Xudo xohlasa hammasi joyida. Nasib mana shu ishlarimizga ishlatishimiz uchun olib keltirganmiz. Sizga rahmat. Barak topinglar. Akajon, yaxshi kunlar yashading. Aytishingiz bo'yicha bu joyda 200 ta oshiq odam ishlar ekan aka. Shunday. Akamiz asosan bu joyda pamildori va bodring yetishar ekan. Akamizga asosan shu narsalar u yoqdan bu yoqqa olishga. O'zida bitta skuter bor edi. Buni ham bir 15 ming atrofida olishgan. Ya'ni bitta skuter puliga bemalol 5-6 arava olsa bo'ladi. Ya'ni ish unumdorligi ko'payadi bunda. Ya'ni bitta skuter 1 tonna, 1,5 tonna olsa, 5 ta aravada bemalol 4 tonnagacha narsa olib, u yoqdan bu yoqqa borsa bo'ladi. Mana bemalol yetaversa bo'ladi, juda ham qulay. Kimgadir shunaqangi aravalar, mishalkalarimiz bor bizda, drabikalar bor va boshqa turdagi mahsulotlar kerak bo'lsa, mana aravani o'zidagi Nolonga aloqaga chiqarasiz, nomerlarga chora qilib yetkazib beriladi. Aravalarimiz narxlari 2,5 million so'm, dastavkasi manziliga qarab turib kelishgan holatda qilib beramiz. Nolonni kuzatishda davom etinglar. Doimo xalq uchun eng sifatli va ishonchli bo'lgan nasldan chiqarishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar.